Assalomu alaykum azizlarim. Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Bir hafta bo'lmadi. Sizlarni sog'inib qoldim. Bugungi savol-javob chatimizni boshladik. Ahvollar qalay, sog'liqlar qalay? Kimda qanday savollar bor? Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Yaxshi, naushnik qo'yib oldim ben. Ha, yashang. Zo'r. Bugungi savol-javob chatimiz boshlandi. Kimda qanday savollar bor? Bir soatdan uzoq bo'lmaydi bugungimiz. Lekin juda kerakli va manfaatli bo'ladi degan niyatdaman. Sababi bizda hayotimizda bo'ladigan har xil sog'lomsizliklar, keyin pulsizliklar, oilaviy munosabatlar, ishxonadagi kelishmovchiliklar, bularning hammasining ildizi bitta. Chunki bizda tana berilgan, bu tanani Alloh tomonidan ko'rmadimi do'stlar? Bizda ko'chdik boshqa joyga, o'shaning uchun hozir mana shunday vaziyat bo'lib turibdi. Mana bu tana bu sizning uyingiz. Ruh rivoj uchun kelgan. Har doim aytaman buni, ruh bu dunyoga rivoj uchun kelgan. Unda o'lim yo'q. Bu rivojlanish uchun kelgan. Endi u vaqtincha mana shu dunyoga kelib, omonat dunyoda tanani o'ziga uy qilib oldi. Endi o'zingizlar aytinglar, sizlarni uyinglar agar iflos bo'lsa, unda saromjon sarishta bo'lmasa, hamma narsa yoyilib yotsa, u yerda yetishmovchiliklar bo'lsa, u yerda munosabatlar qo'lingiz bir qo'lingiz ikkinchi qo'lingizga qo'llamasa, birga kelishib ish qilinmasa, uyingizdagi nosog'lom vaziyat ruhning rivoji uchun ta'sir qiladimi? Mana shu tanani tozalash kimni qo'lida? Bizning mana shu hayotga omonat dunyoga keldikmi? Biz bu dunyoda o'zimizni birinchi qiladigan ishimiz hammamizda ruhning rivoji uchun kelganmiz. Boshqa narsa yo'q bu yerda. Ko'rayotgan har bir vaziyatimiz bu tajriba. Biz ruh sifatida bir pog'onadan ikkinchi pog'onaga o'tish uchun mana shu vaziyatlarni ko'ramiz, shu holatlarni ko'ramiz va yashab o'tamiz. Uni qabul qilishimiz kerak. Sababi bu vaziyatni biz o'zimizning o'y-fikrlarimiz bilan unga hissiyotlarni qo'shib, qayta takrorlanish natijasida mana shu vaziyatlar kelib chiqqan. Endi aytinglar, sizlar o'z hayotinglarni o'zgartirishda mana shu savol-javob chatiga kelganinglardan juda xursandman. Qanday qilib shu vaziyatni yo'qotishni birga ko'rib chiqamiz. Sizlarning har bir hayotingizda bo'layotgan nosog'lom vaziyat, ya'ni sog'lomsizlikmi, pulsizlikmi, kelisholmovchilikmi, uy ololmaganingizmi, o'zingizga bo'lgan sevgingiz yo'qmi, tan olish yo'qmi, qadrlanish, ota-ona sizni qadrlamadimi, tanish bilish er xotin bo'lib yaxshi yashay olmayapsizmi? Mana shu vaziyatni to'g'irlash uchun kelganmiz. Bizning asl vazifamiz ruhning rivojida mana shu vaziyatlar berilgan, bu vaziyatlarni yaratib qo'yganmiz, bilmagan holda buni o'zimiz yaratdik yoki bo'lmasa bizning aytdim-ku sizlarga, bizda ong osti bitta ajdodlarimizdan kelgan mana shu o'y-fikrlar bo'lishi mumkin. O'sha ham sizning hayotingizni shu paytda mana shu ahvolda ushlab turgan bo'lishi mumkin. Bizning asl xohishimiz, chunki bizning niyatingga yarasha Alloh beradi degan gap bor. Bizning niyatimiz o'zimizning hayotimizni o'zgartirish. Buni ko'chadan birov kelib qilib bera olmaydi. Chunki tana sizniki, ya'ni uy sizniki. Mana shu uy ichidagi tartibni ham, uy ichidagi kelishuvni ham, uy ichidagi hamma vaziyatga faqat siz javob berasiz. Siz o'zgartira olasiz. Sizning qo'lingizdan keladi. Chunki bu taqdir ekan, Alloh menga shu hayotni bergan ekan, mana shunaqa bo'lishi kerak degan gap hammasi yolg'on. Alloh sizga bu hayotda hech kim birdan bir kambag'al bo'lsin, biri bechora bo'lsin, bechora bo'lib yursin yoki uzr bo'lsin, sen yomon bo'lgin deb bermagan. Bizga imkoniyat bergan. Rostini aytganda har bir kunimiz, har bir soatimiz biz uchun imkoniyat. Bo'layotgan vaziyatlarni tahlil qilib, analiz qilib, undan
qalbimizdan so'rab, his qilib, qabul qilib, undan keyin esa o'zgartirish bizning Allohning zehn ixtiyorida, bizning qo'limizdan keladigan ish. Chunki Allohim yaratuvchi, bizni yaratish uchun mana shu dunyoda o'zimizning hayotimizni o'zgartirish uchun bizni jo'natgan. Endi hozir bitta savolga javob beringlar. Sizlarning ovozinglarni eshitkim kelyapti. Agar sizda hozir shu paytda, hozir va shu damda sog'lomsizlik bo'ladigan bo'lsa, oyoq og'riq, bosh og'riq, bu nima siz uchun? Kim javob bera oladi? Ovozim eshitilyaptimi? Qarang, mana shu sizdagi bosh og'riq, oyoq og'riq sizga nima bu? O'z-o'zingizdan kelib hosil bo'lgan narsami yoki Allohdan kelgan sizning o'zgarishingiz uchun berilgan signalmi? Bu nima uchun berildi sizning tanangizga? Bu birinchi savol. Ikkinchisi, buni o'zgartirish sizning qo'lingizdan keladimi, yo'qmi? Siz qanday tanlovni qabul qilasiz? Mana hozir va shu damda sizning oyog'ingiz og'riyapti. Bemalol magazinga borib narsa olib kelishingiz yoki bozor aylanib yurishingiz mumkin, lekin siz oyog'im og'riydi, bormayman, undan ko'ra menga olib bera qolinglar deyishingiz ham mumkin, to'g'rimi? Endi siz tanlov qabul qilasiz. Yo'q, men oyog'im og'risa ham fizkultura bo'ladi, harakat qilishim kerak. Alloh menga buni signal sifatida berdi. Nimanidir o'zgartirishim kerak. Demak, harakat qilib, mushaklarni harakatga tushirib, biz o'z ustimizda ishlashni boshlashimiz kerak. Harakat qilsak, qancha harakat qilsak, ular misol uchun mana matematikani qancha chuqur o'rgansak, u bizning ongostimizga yaxshi joylashib oladi. Hisob-kitobni zo'r qilamiz. Endi harakatga ham fizkultura qilsak, mushaklarimiz chiniqadi. Biz birinchi qadamni tashlashdan qo'rqamiz, harakat qilishdan qochamiz. To'g'rimi? Har dushanba aytamiz. Mana shu dushanbadan men fizkultura qilishni boshlayman. Mana shu dushanbadan men dieta qilishni boshlayman. Mana shu dushanbadan men o'zimga qarashni boshlayman deymiz. Lekin qilmaymiz. To'g'rimi? Fizkultura bilan ham shug'ullanaman, yuraman har kuni, lekin bozorimga ham o'zim kelaman. Og'risa ham o'shani tuzatishga qanaqadir nima bo'lmayapti-da, shu yo'lini topolmayapman. Aynan mana shu narsalar sizni mana shu bugungi savol-javob chatimiz aynan nima uchun fizkultura qilasiz, bozorlarga borasiz, lekin sizdagi nimadir borki, sizning o'zgarishingizga xalaqit beradi. To'g'rimi? To'g'ri, o'sha nimadir bor-da, nimadir bilolmayapman. Bu narsa sizda sog'lomsizlik bu Xudodan kelgan sizga signal. Qarang, mana hozir yozaman. Bu narsani ildizi bor. Ildizi bor. Ichaklarni bezovta qilganda oyog'imga nafis qiladi deb o'ylar. Haqiqatan ham shunaqa. Endi qarang, mana oyoq og'riq, bosh og'riq, pul muammolari, kelisholmovchilik munosabatlar, yaxshi ishda ishlagingiz keladi, pul oylik katta. Oylik katta. Pul yo'q. Bunda ham xohlaganingiz bo'lmaydi. Siz doim munosabatda qo'rquv bor, qo'rquv bo'lishi mumkin, gumon qilishingiz mumkin, birovlar bilan o'zingizni solishtirishingiz mumkin. Nimaga unda unaqa, menda bunaqa. Yoki bo'lmasa u zo'r, men yomon. Bularning hammasi nima? Fikr. To'g'rimi? Bu fikr. Bu fikrni siz qayta hissiyotda takrorlaysiz. Tagiga yozdim hali. Takrorlaysiz. Bularning hammasi ildiz bo'lib sizning ongostingizda yozilgan. Mana bu ildiz. Ongosti. Mana bu ongostida sizda mana shu ildiz bor. Siz oyog'ingiz og'ridimi? Qadam tashlashga qiynaldingizmi? Siz kelajak uchun qo'rqasiz.
Voy, nima bo'ladi ertaga? Kunim qanaqa bo'ladi? Nimaga ertaga kunni? Misol uchun qadam tashlab ertaga bemalol yaxshi yashashingiz va u kelajakda siz katta yutuqlarga erishishingiz mumkinligi yoki farzandlaringizning kelajagini o'ylab kuyinishingiz mumkin. Yoki turmush o'rtoq, kelajagingiz uchun sizda vahma bor, vahma. Kelajak. Oyoq tashlab kelajakda qanday bo'lishini qo'rqasiz, qo'rquv bor. Kelajak qanday bo'lishidan qo'rqasiz. Mana shu qo'rquv sizning qadam tashlashingizga xalaqit beradi. Endi siz borib kelasiz, siz yurasiz. Lekin siz mana shu paytda qo'rquvlaringizni yechmadingiz-ku. Mana Allohim turibdi. Sizda gumon bor. Gumon eng yomon narsa. Shubha bor, eng yomon narsa. Islomiy bizda ham aytil gumon qilmagin deydi. Hamma narsani Allohimning o'zini zehni ixtiyoriga tashab qo'ygin deydi. Sizdan sizni hayotingizni yaxshi biladigan zot bor tepada, to'g'rimi? Biz esa u zotni berishiga ishonmaymizda, o'zimiz turli fikrlarni o'ylab topamiz. U edi, bunaqa fikrlarni topamiz, unday. O'zimiz yo'q bu vaziyat hali. Bu vaziyatda yashab o'tmadik, lekin biz xayolan uni yaratib oldik va o'sha yaratib olgan hayotimizda qo'rquv. Tagi qo'rquv. Qo'rquv bormi? Qo'rquv nima uchun bo'ladi? Siz himoyalanmaganligingiz uchun bo'ladi. Himoya yo'qoladi. Himoya yo'q bo'ldimi? Siz ochiq muallaq bir osmonda yoki havoda turib qolgandek bo'lasiz. Kelajakka bosib qadam tashlab keta olmaysiz, o'tmishdan chiqib keta olmaysiz. Hozir va shu damda yo'qsiz. Oyog'ingiz og'rib, qayeringiz og'risin? Ayting endi. Endi qarang, aslida mana shu narsani men bilmayman deysiz. Buning uchun sizning tanangizda chakralar bo'yicha agar oladigan bo'lsak, birinchi chakra, bu eng pastki chakramiz, birinchi chakra yopilgan. Birinchi chakra yopilgan. Chunki sizda himoya, qo'rquv bor, himoyasizlik bor, xavf bor. Sizda endi pullarga ochilgingiz keladi. Siz bir katta bir yutuqlar o'ylaysiz. Даже bilmayman sizni meditatsiyalarga kurslar sotib olib meditatsiyalar qilib yotgan bo'lishingiz mumkin. O'z ustingizda katta narsalarda o'qib yotgan bo'lishingiz mumkin. Endi o'zingiz ayting. Sizda birinchi chakra yopiq bo'lsa, ikkinchi chakraga o'ta olasizmi? 3. Mana ikkinchi chakra munosabatlar, er bilan, oila bilan munosabatlar. Bularga o'ta olmaysiz. Uchinchi chakra pullarga ochilish. Bunga o'ta olmaysiz. Chunki birinchi zinadan sakrab o'ta olmaysiz. Birinchi zinada siz yashab o'tib o'sha yerda to'yinishingiz kerak. Keyin ikkinchiga o'tasiz. Birinchidan 2ga 3ga sakrab o'ta olmaysiz. Undan keyin sevgi chakrasi. Aslini olganda farzandlaringizga bo'lgan sevgi ham nisbiy shartli sevgi. Agar rostakamiga u 5 olsa, u sizning sevgingizga loyiq. Yoki bo'lmasa turmush o'rtoq bilan ham nimadir shartli sevgilar. Bu yerda Alloh bergan shartsiz shunday oddiy boricha sevgi yo'q. Endi undan keyin 5-chakra siz ko'pchilik o'rtasida bemalol o'zingizni ravon ichingizdagi hamma narsani etib o'zingizni oqlab chiqib keta olmaysiz. Bu ishlamaydi. Chunki qanaqa qilib birinchi chakra yopiq bo'lsa, siz qanaqa qilib bunga o'tasiz. Lekin siz 5 mahal namoz o'qishingiz mumkin. Alloh bilan 3-ko'zim ochiq bo'lib, men tushlarimda ayon kelsin menga deyishingiz mumkin va Alloh bilan bog'lanaman deyishingiz mumkin. Lekin sizda ishlamaydi. Sababi birinchi chakra yopiq. Endi buni eskichasiga ham tushuntirib beraman. Gumon qilmanglar. Allohim siz uchun eng yaxshisini berib qo'ygan degan narsani 1000 marta eshitganmiz. Lekin biz uni his qila olmaymiz. Alloh xuddi mana bunday narsaga o'xshataman. Bizning hayotimiz uchun bizda yaxshi mana shu ssenariyalar yozilgan tepada. Lekin biz aravaga o'tirib olamizda, unaqa bo'lsa-chi, bunaqa bo'lsa-chi deb bizda vahma bor va o'zimizning hayotimizni o'zimizning tajribalarimiz asosida shakllantiramiz.
Chunki bizda xohlaymiz rivojni. Ammo mana bu chakra yopiq. Chunki endi nima uchun bu bittagina chakrani yopiqligi butun hamma hayotimizni yo'q qiladi. mana shu chakra yopiq bo'lsa, siz pullarga ochila olmaysiz. Mana shu chakra yopiq bo'lsa, siz munosabatlarga ochila olmaysiz. Seva olmaysiz. Chunki sevish mumkin, shartli sevgi. Shartli sevgi sizni ham shartli sevishgan. Siz ham shartli sevasiz. Nimadir qilib beradi, nimadir obro'yingizni oshirib beradi. O'shanda sizga shu narsa yaxshi. O'shanda sevib ketasiz. U insonni boricha qanday bo'lishidan qat'iy nazar Allohning bergan menga bu sherik deb seva olmaysiz. O'zingizni ham tan ola olmaysiz. O'zingizga ham sevgi bera olmaysiz. Mana bu tanani vaqti kelsa, "Voy bu kundan ko'ra o'lganim yaxshi" degan gapni qayta takrorlaysiz. Aslida Alloh bu sizga mana shu tanani, mana shu haligi tanani omonatga bergan. Unga siz o'lim tilashga, unga yomonlik tilashga sizda bunday huquq yo'q. Bu tana rivojlanishi uchun bu tanaga kirib olib, mana shu uyga kirib olib, biz unda yashashimiz kerak va uni tozaligiga, uni rivojiga, uni shaxsiy, ijtimoiy, moddiy rivojiga biz ruhning rivoji uchun ishlar qilishimiz kerak. Nimalardir amalga oshirishimiz kerak. Agar oshirmasak, bizda tepadan tajriba keladi yoki bir vaziyatlar atrofimizda bo'laveradi. Bu sizga keladigan oyoq og'riqmi yoki hayotingizga kirib keladigan turli nosog'lom vaziyatmi? Bularning hammasi yomonlik uchun san bechora bo'lgin, san unaqa bo'lib ketgin deb berilmagan. Sizning rivojingiz, ruhning rivoji uchun ruh mana shu narsalarni bosib o'tasan, shundan keyin xulosa qilasan, undan keyin yaxshi hayotni o'zing tanlaysan va qadam o'zgartirasan deb berilgan. Bu signal. Aslida bir xil insonlar mana shunday negativ vaziyatdan zo'r xulosa qiladi, unda yashab o'tadi, tan oladi. Rostdan shunaqa qildim. Men shu vaziyatni o'zim yaratib qo'ydim. Bilmasdan qildim, to'g'ri bilmadim. Endi bu narsani o'zgartirish ham o'zimning qo'limda. Demak, bo'ldi bu tajriba, bu mag'lubiyat emas, tajriba. Tajribani bildim, endi bu yo'ldan yurmayman. Mana shu eshikka kirganimda bundan chiqaman. Boshqa qadamma-qadam rivoj yo'lini men tanlayman. Men o'zgaraman deb yangi tanlov qabul qiladi, yangi niyat qiladi. Allohdan hammamiz bilamiz, niyatingga yarasha Xudo beradi deydi. Siz niyatingizni o'zgartirasiz, o'z ustingizda ishlashni boshlaysiz, siz yangi muvaffaqiyatga, yangi eshikni ochasiz. Mana bu joyda aylanib yuruvdingiz, siz bir qadam sakrab boshqa yangi rivojlangan vaziyatni yaratishni boshlaysiz. Bu deganimiz ong ostida mana shu to'siqlarni yengib, siz ichki dunyoda ildizni o'zgartirasiz. Yangi ildiz, ya'ni muvaffaqiyatlarga ochish, oyog'ingiz sog'lom, pullarga ochilish ildizini ekasiz. Bu ildizni ekkaningizdan keyin vaqt soati transformatsion jarayon bor. 21 kun, 40 kun, 66 kun dalchi ketaveradi. Mana shu payt ichida urug' tuvakka yoki yerga ekildi, u endi o'sishi kerak. U o'sib chiqqandan keyin bu vaqt soati kelib sizga pullarga ochilasiz, oyoq og'riqlar qolib ketadi, oyligingiz yaxshi ishga o'tasiz, munosabatlarni yaxshilaysiz. Mana shu vaziyatda siz ekkan urug'ingizning hosilini ko'rasiz. Chunki bu hosilni ko'rish uchun siz mana shu urug'ni ekkansiz. Bodring yoki pomidor ekuvdingiz, pomidorni hosilini yeyishni boshlaysiz. Bu xuddi qora jadvalga o'xshagan oddiy matematika. Nima eksang, shuni o'rasan. Oyog'ingiz og'ribyaptimi? Sizning o'y fikrlaringiz va sizning harakatingizga bog'liq. Bo'ldi, tan oldim. Endi men bunaqa fikrlarimni o'zgartiraman, o'z ustimda ishlashni boshlayman, yomon fikrlardan chiqaman. Va har kuni, misol uchun bugun 1 kilometr yursangiz, ertaga 1,5, indinga 2 kilometr, 2,5, 3 qadamma-qadam, mayda qadamlar bilan oldinga harakat qiling. Yana 1 oy ichida mana shu otingiz kim edi bilmayman. Maryamxon shekilli. Maryamxon,
Misol uchun uzoq 40 kun ichida siz bemalol 10 kilometr yura oladigan, o'z ustida ishlaydigan ayolga aylanasiz. Bozorda yursangiz ham oyog'ingiz og'rimaydi. Qancha yursangiz bu narsa imkoniyat ekan, men uchun eng zo'r vaziyat ekan deb hayotingizni 100% o'zgartirasiz. Mana shu paytda sizning birinchi chakrangiz ochilgan bo'ladi. Birinchi chakra ochiladi. Endi ayting, birinchi chakra ochilsa, sizga o'sha ikkinchi chakraga yo'l ochiladi. Siz jinsiy a'zolaringiz ham yaxshi ishlashni boshlaydi. Munosabatlaringiz yaxshilaydi. Farzandlar bilan munosabat. Chunki mana shu ikkinchi bu sizning jinsiy organlaringizga yaqin joyda joylashgan munosabatlar, jinsiy munosabatlar yaxshilanadi. Insonlarga bo'lgan farzandlaringizga, erga bo'lgan munosabatlaringiz o'zgaradi va siz hayotni boshqa ko'z bilan qarashni boshlaysiz. Siz u insonlarni tushunishni boshlaysiz. Endi siz u insonlarni ularga motivatsiya berishni, o'zingizga motivatsiya berishni boshladingizmi? 3-chakraga o'tasiz. 3-chakra bu o'zi sizning pullarga ochilgan. Siz nimalarni orzu qilgansiz? Mana shu narsalar moddiylikda sizga pullarga, munosabatlarga va mavqeni ko'tarishiga, mavqeni oshishiga olib keladi. Endi pullardan keyin siz moddiylikka to'yingan paytingizda siz уже butun olamni sevgida tomosha qilishni boshlaysiz. Endi oldingidagi shartlik emas. Allohim sizni beshart, shunday beshart anaqa borishni sevadi-ku. Buni tan oldingiz-ku. Siz ham hamma insonni shartsiz sevishni boshlaysiz. Endi shartsiz sevishni boshladingizmi? Sevgi chakrasi ochildimi? Endi siz o'zingizning fikringizni bemalol ayta olasiz. Odamlar bilan do'stona gaplasha olasiz. O'zingizni namoyon qila olasiz. Undan keyin esa o'sha 3-ko'z siz bu narsa yaxshi, bu narsa yomon deya olasiz. O'sha Xudo bilan bog'lanasiz. 7-chakra kamdan kam guru mana shunday insonlarda ochiq, hammada emas. Chunki chakralar ochilganda mana shu 3ta chakrani ochvasa, 3ta chakrani ochvasa ham sizda katta o'zgarish bo'ladi. Sevgiga o'tsangiz sizning hayotingiz 100% o'zgaradi. Hozirgi chakralarim ochilishi uchun kursga yozilganman. Xudo xolasa. Shuni ochmoqchiman. Ochish kerak. Chunki bizdagi mana har birimiz o'zimizning oylik ishlarimiz yaxshi bo'lishini, oilamiz, sog'lig'imiz, pul, munosabat, bularning hammasining ildizi bizni yashirib turgan mana shu ong ostidagi muammolar. Ong ostidagi muammolarni yer bilan bog'langan birinchi chakrani ochish kerak. 1dan 2ga, 2dan 3ga tanani tozalash kerak. Uyimizni saromjon sarishta qilib, o'z ustimizda ishlashni boshlashimiz kerak. Shu. YouTube'dan savol tushdi. Zulhaya Islomovadan: "Salom, men hozir dekretdaman, doim puldan qiynalaman. Pulga ochilish uchun nima qilay? Menga pul kerak, lekin menda u yo'q." Pul demak qarang, dekretda o'tiribdilar. Ularda birinchi chakra yopiq. Ikkinchi chakra ayniqsa yopiq. Chakralarni ochish kerak va o'z fikrlarini o'zgartirish kerak. Endi qaranglar, kursda asosiy maqsadda faqat chakrani o'rgatmayman. Kursgacha 3-4 ta dars video tashiyman. Bu videoda meditatsiyalar bo'ladi. Chakralar to'g'risida to'liq ma'lumotni darsda bermayman. Darsgacha videoda beraman. Men NLP mutaxassisiman. Bu yerda nima? Asosiy qiladigan ishim amaliyotlar. Uni sizlar kursga kelganda o'rganasizlar. NLP texnikalarini kursda beraman. Bu texnikalar siz bilan 100% o'zingizda qoladi va dars ham o'zingizda qoladi. Uni hayotingizning har sohasida foydalanasiz. NLP nima? Neurolingvistik dasturlash, ong ostidagi muammolarni yechish degani. Misol uchun Amerikada bu 70-yillarda, oldingi asrning 70-yillarda boshlangan. Ular nima uchun birov yutuqqa erishadi, birov nimaga erishmaydi deydi. Ular erishgan odamlarni ong ostidagi muammolarini o'rganib chiqib, ularni qanday qilib yutuqqa chiqqanlarini programmalashtirgan.
Bu programmalashtirish natijasida ular texnika yaratishgan. Mana shu amaliyot bu. Mana shu amaliyotni boshqa umuman degani, umuman bu narsadan xabari yo'q inson qadamma-qadam bajarsa, zina o'sha bo'yicha qildiganini qilib, turdiganda tur qilib, o'sha mashqlarni to'liq bajarsa, o'sha erishgan inson bor-ku, mana bu yutuqqa erishgan. Siz ham shu yutuqqa 100% erishasiz. Bir inson millioner bo'lib ketdimi, ikkinchi odam uni qilgan ishlarini qaytarib modellashtirishda bu. Qaytarib xuddi shu yutuqqa erishadi. Mana shu. Siz ham o'z endi hozir pulsizlik to'g'risida savol berdilar. NLP texnikalari orqali mana shu kursda men pulga qanday ochilish mumkin? Hayotning turli mavqeida, jabhalarida qanday yo'lni tutish yo'llarini kursning o'zida o'taman. 3 kun kamida 2,5 soatdan dars bo'ladi. O'rtada pererif qilamiz, balki 3 soatdan bo'lishi ham mumkin. O'shani e'tiborga olinglar. Kursga yozilgandan keyin o'sha kuni kechga payt 8da boshlaymizmi, 7da boshlaymizmi? Hamma narsani yig'ishtirasizlar. 1 soat, 1,5 soat o'tirib dars o'tamiz, qaytaramiz. Bir 15 minut dam olamiz, yana dars davom ettiramiz. Endi bu darslari uzoq davom etadi. Bizani hozir mana 1 yil o'qidim NLPda, mana NLP praktik, NLP masterlikda o'qidim. Biz 7 oy, 8 oy o'qiymiz. Haftasiga 1 marta bo'ladi, lekin 4-5 soatda. 3 marta dam olardik. Sizlar ham o'shanga to'liq o'qigandan keyin tan olib kelinglar. Bolalaringlar bo'lsa, iloji bo'lsa, bolalaringizga qaraydigan odam olinglar. Darsga kirgan paytda e'tiborni, diqqatni kursga qaratamiz. Darsda texnikalarni yodlab, qayta birgalikda bajaramiz. Dars Zoomda bo'ladi. Yoki bo'lmasa Telegram kanalida bo'ladi. Uni o'ylab ko'ramiz. Kim nima desa shu. Berilib darsni ong ostiga muhrlaymiz. Muhrlash degani nima degani? Ong ostiga joylashtirish degani. Uni siz yodlab olasizki, mana kara jadvalni hozir ko'zingizni yumsangiz ham eta olasiz. 7 kere 7 49 deb aniq bilasiz. Lekin boshida siz bilmasdingiz, 7 ta 7 ni qo'shib o'rganardingiz. Mana shu darajaga yetib olgan paytinglar siz uni hayotingizda tatbiq qildingizmi? Sizning hayotingiz 100% o'zgaradi. Va siz o'zingiz shu narsani hayotingizda foydalanasizmi? Pullarga ham ochilasiz. Mavqeingiz jabhada mana shu qayerda sizda to'siq bo'lib turibdimi? Shu to'siqni topish yo'lini o'rganamiz. Chunki qaranglar, agarda chakralarda ochilish bo'lsa, ong ostidagi bloklar olib tashlansa, mana shu oylik oshadi, sog'lomsizlik ketadi, bosh og'rig'i sog'lomsizlik bilan birga ketadi, pullarga ochilasiz, munosabatlarga ochilasiz va hayotni, sizning atrofdagi hayotni Allohning nazari bilan ko'rishni boshlaysiz. Bu yerda yana savollar ko'p. Hozir Samsung A04 so'rayaptilar. Assalomu alaykum. Savolim: qizim 31 yoshda, turmushga chiqmagan, faqat ota-onasini muhokama qiladi. O'zi nima xohlayotganini bilmaydi. Bu nimadan dalolat? Opamiz, o'rtog'imiz, hozir qizlar erkak turmushga chiqishyapti. Buning uchun juda qattiq g'am, kuyinishi shart emas. Lekin sizni agar u qoralayotgan bo'lsa, sizning ong ostingizda qoralash bor. Sizning ichki dunyoingizni qizingiz sizga ko'rsatib bermoqda. Ichki dunyo tashqi dunyoni aksi. Siz nima qilib o'zingiz, shu qizim shunaqa bo'ldi, shunga men sababchiman. Mana shu bechora shunaqa, agar men shunaqa qilmagandim, shunaqa bo'lib ketar edi. Mana shu joyda men o'zim buman deb siz o'zingizni jazolab, o'zingizni qoralab turibsiz. Qizingiz sizni aksiz sizni ko'rsatib beryapti. Men qiyin, men shunaqa qo'ydim dedingizmi? Men shunaqa qo'ydim degan qoralashingiz bormi? Qizingiz sizni sen shunaqa qilding deb sizga aytadi. Xudoni umiga tashab qo'ying. Allohning zehni ixtiyorida hamma turmushga chiqadi. Onamiz. Biz faqat so'rashni, duo qilishni bilamiz. Xudodan so'rab, Allohdan uni kelajagini shartsiz boricha qabul qilib, Allohim agar mana shu paytgacha sizning qizingiz uchun odam jufti halol uchratmagan bo'lsa, demak Xudo biladi sizning qizingiz uchun
mana shu kelganlarning hech qaysi to'g'ri kelmagan. Undan ham zo'rini qizingiz uchun muazzini Xudo izlab turibdi. E'tibor berganmisiz? Biror ishni qilmoqchi bo'lasiz, o'tga boshingiz urasiz, o'tga boshingiz urasiz, hech ham o'xshamaydi. Oxiri siz xohlagan ish zo'r bo'lib ketadi. Chunki Xudo biladi siz uchun eng zaruri qaysi ekanligini va eng zo'rini u siz uchun tanlab turganini. O'shaning uchun Allohning ishiga aralashmang, Xudoni o'ziga tashlab qo'ying, qizingizni shartsiz sevgida qabul qiling. Boshqalar bilan hech kim bilan solishtirmang. Agar siz hozir uni qizi erga tegib ketdi, Dudonaning bu qizi erga tegib ketdi, uning 5 ta bolasi bor, buning 10 ta bolasi bor desangiz, siz solishtirdingizmi? Siz o'zingizni botqoqqa bostirib yuborgan bo'lasiz. Hammani taqdiri har xil. To'g'ri, qizingiz balkim qo'shnining qiziga o'xshab 10 ta tug'mas, bitta tug'ar, ikkita tug'ar. O'zi uchun yashayotgandir. Uni o'zini yashashiga ruxsat bering. U ham rivojlanuvchi ruh, o'zining yashash tajriba yo'li bor. Ruxsat bering o'zining tajriba yo'lida yashashiga, o'zini sevib yashashiga, balkim mazza qilib yashayotgandir. Ruxsat bering. Alloh bu kunlarni sizni sevgani uchun bergan. Hech kim bilan solishtirmang. Bu dunyoda Xudo bor, siz borsiz. Sizning hayotingiz bor. Xudoga men qatlashib shunaqa asal qizni sizga berib qo'ygan. Bo'ldi. Men o'zim shunaqa deb o'ylayman. Eshituvchimizda savol bor. Chakralar va NLP birga qanday qilib ishlaydi degan. Uni isboti bormi? Isboti bor. Chakralar sizning tanangiz. Mana shu tana, hozir men chizaman, bularni o'chirib tashlab qolaman. Mana o'chiraman. Agar chakrada siz, misol uchun chakrada mana tana berilgan. Chakralar juda ko'p. Bulardan faqat 7 tasinigina biz ko'ramiz, a. Chakralar yopiq bo'lsa, siz 1000 ta tajriba qilasizmi, 1000 ta amaliyot qilasizmi, sizning tanangiz ishlamaydi. NLP bu yerda javob bera olmaydi. Bu tanaga bog'liq ekan. Chunki qarangda, mana bu chakrada bu bir g'ildirak aylana, bundan energiya, tanangizning energiyasini chiqarib beradi yoki koinotdan energiya qabul qiladi. Sizga keladigan energiya ham shu chakralar orqali qabul qilasiz. Sizga keladigan energiya soat strelkasi bo'yicha keladi. Agar shu mana shu chakra yopiq bo'lsa, men yopiqman, ishlamaydi, yopilib turgan bo'lsa, sizga kelgan energiyani siz qanday qilib qabul qilasiz? Uni aktivlashtirmasdan. Endi sizdan chiqadigan, siz katta pullarga ochilmoqchisiz. Siz hayotingizni o'zgartirmoqchisiz. Siz sevgiga ochilmoqchisiz. Sizdan hech narsa chiqmasdan shunday bir karaxt bo'lib turgan bo'lsangiz, mana shu chakra yopiq bo'lsa, sizdan chiqadigan energiya, bu energiya to'lqinlar soat strelkasiga teskari chiqadi. Mana bu chiqmasa, yopiq bo'lsa, sizning orzularingiz qanday qilib amalga oshadi? Biz chakralarni o'shaning uchun men dars boshlanguncha chakralar to'g'risida videolar tarqataman, yuboraman. Chakralarni to'liq o'rganib olganimizdan keyin biz o'rganib chakralarni aktivlashtirib olamiz meditatsiyalar orqali. Bu yerda ishlaymiz chakralar bo'yicha. Ochib bo'lganimizdan keyin 3 kunlik kurs boshlanadi. Mana shu 3 kunlik kursda sizning ong ostingizdagi muammolarni yechish bilan shug'ullanamiz. Har bir chakrani yana chuqur aktivlashtiramiz. Birinchi chakra himoya chakrasi. Qo'rquv, bu yerda himoyasizlik, gumon, tashvish, yo'qsizlik mana shu joyda. Mana shuni ochish uchun biz NLP texnikalarini bajaramiz. Undan keyin munosabatlarni to'g'irlash uchun NLP texnikalarini bajaramiz, chakrani. Undan keyin pullarga ochilish uchun NLP texnikalarini bajaramiz, alohida texnikalar. Undan keyin sevgiga ochilish uchun, o'zingizni sevishingiz uchun, atrofdagi insonlarni ham Allohning nazarida hech qanday shartsiz sevishingiz bor bo'lganligi uchun sevishingiz uchun mana shu joyda NLP texnikalarini bajaramiz va biz borgan sari tepaga chiqib ketaveramiz.
biz tanamizdagi chakralarni aktivlashtirgandan keyin u aktivlashtirgan chakralarimiz уже bizda g'alayonlangan holatga kelamiz. Biz o'z ustimizda ishlashni, ichimizdan energiya chiqishni boshlaydi. Mana shu energiyalarni biz programmalar asosida hayotimizni o'zgartiramiz. O'zimiz orzu qilgan ideal obrazimiz bor. Mana bu joyda o'ylaymiz. Bizda mana shu oyiga hozir misol uchun 500 dollar topib turgan bo'lsa, 1000 dollarga o'tsam zo'r bo'lardi degan fikrimiz bor. Mana shu o'zimizning ideal obrazimiz. Oyiga 1000 dollar yoki 1000 dollar emas, 5000 dollar. Siz buni o'zingizning ideal obrazingiz yoki turmush o'rtog'i bilan sevib yashashni xohlaysiz. Bu ham sizning ideal obrazingiz. Siz mana shunday munosabatlarni orzu qilasiz va o'zingiz shunday yashashni xohlaysiz. Mana shular uchun texnikalar bajariladi. Bu texnikalar siz bilan birga qoladi va har doim birga ishlaysizlar. To'g'ri tushundimmi? Hozir mana shu muvaffaqiyat kaliti kursida birinchi o'rinda tana va tana energiyalari bilan ishlanadi. Keyin bo'lsa NLP texnikalari orqali osti bilan ishlanadi. To'g'ri. Bu shunaqa kompleksli katta kursmi? Juda katta kurs, bor yo'g'i 500 ming so'm. Aslida men buni 20 darsga ham bo'lishim mumkin edi, unday qilmadim. Men sizlarga chakralarni aktivlashtirish, chakralar to'g'risidagi butun ma'lumotlarni shunday beraman. Buni videoda beraman, aktivlashtirish meditatsiyalarni shunda darsdan oldin tashlab beraman. Uni sizlar o'rganib ko'rib chiqqaninglardan keyin 3 kunlik dars NLP texnikalari boshlanadi. Buni 100% birga o'tirib ishlaymiz. Endi yana bir narsa, agarda o'sha chakralar to'g'risida tushunmagan savollaringiz bo'lsa, biz dars boshlanganda men ozgina chakralar to'g'risida ma'lumot berib, tushunmagan joylarni savol-javoblar qilib, undan keyin NLP texnikasiga o'tamiz. Chunki qarang, alifbeni bilmagan, yozishni bilmagan, chizishni bilmagan bola bilan biz qara jadvalni yoki bo'lmasa undan chiqargan matematikalarni yoki rus tilini o'rgana olmaymiz-ku. Alifbeni shunday beraman hisob, harflarni o'rganish yo'lini ko'rsataman. Harflarni o'rganib olgandan keyin biz birgalikda qolgan darslarni, sal yuqoriroq bo'lgan darslarni birgalikda o'tamiz. Hozir Diloram Hakimova degan eshituvchimizdan ham savol tushdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qanday qilib kursga qo'shilishim mumkin? Narxi qancha? Kursimiz rostini aytsam men o'ylandim, ko'p o'ylandim. Bu kurs qimmat kurs. Rost ekanga ma'lumot juda ko'p. Men ochiq beraman darsda. Mana hozir ko'ryapsizlar. Menga hozir psixologlar ham aytdi, nima uchun siz mana shu biz pulga berib turgan darslarni YouTube'da, Instagram'da, Telegram kanalida ochiq berib yotibsiz. Biz shuning uchun mana shu yo'q, men pulni birinchi o'ringa qo'ymayman. Bizning O'zbekiston xalqimiz o'sishi uchun kerak bo'lgan narsalar bu. Biz ko'pincha katta orzular qilamiz. Siz mana shunday narsalarga erishasiz deyishadi hamma. Lekin qanday qilib degan savolga javob berishmaydi, to'xtab qoladi. O'shaning uchun men darslarimni arzon narxda hal qildim. Ungacha tekin darsni beraman. Chakralar to'g'risidagi, aktivlashtirish to'g'risidagi darslarni shunday tashlab beraman. Bu bepul. Chakralarni to'liq o'rganib olganinglardan keyin bitta savol javob u ham tekin bo'ladi u darsimiz. Undan keyin 3 kun ichida NLP texnikalarini birgalikda o'tamiz. Chunki siz chakralar to'g'risida tashlagan ma'lumotlarimni siz qay darajada o'rganganingiz to'g'risida menda ma'lumot bo'lishi kerak. Men tashlagan kurslarimda men o'quvchilar nima olishini, nima olayotganligini men bilishim kerak. Agar rost ekanmiga men aytganday qilib chakralarni to'liq yaxshi o'rganib olsanglar, oddiy tilda gapirib beraman. Videolar juda oddiy bo'ladi. Aktivlashtirishni juda oddiy yozib beraman. Meditatsiya juda oddiy. Bu meditatsiyani kamida 3 martadan eshitasizlar va o'zingizlarni mana shu chakralar to'g'risidagi ma'lumotinglar bilan aktivatsiyalashtirish meditatsiyalarini eshitib bo'lganinglardan keyin bitta dars tekinga chakralar to'g'risidagi ma'lumot
ma'lumotlarni sizlardagi qay darajadagi ma'lumot olganligingizni olib bo'lganimdan keyin bu payshanba kuni bo'ladi. Bilib olganimdan keyin juma, shanba, oddiq 3 kun NLP texnikalari bo'ladi. Bu darslar NLP texnikalari O'zbekistonda hali o'zbek tilida o'tilganini bilmayman. Bu yangilik. Men har doim e'tibor bergan bo'lsanglar, hamma narsani sira kopiya qilmayman. O'zbekiston psixologlaridan hech kimdan olmaganman. Bu bizdagi, mendagi bilimlar faqat chet elda. Meni ustozim Boris Meltser, yana men shu Boris Meltserning atrofidagi kuchli ustozlarga bog'langanman. Ularning bilimlarini sizga berishni boshladim. NLP texnikalari rostdan darslar juda kuchli. U pullariga aytadigan bo'lsam, NLP praktik $1,500 turadi, NLP master $2,000 turadi. Lekin men sizlarga bor yo'g'i mana shu eng hayotingizni o'zgartiradigan texnikalarni tekinga shunda 500 ming so'mga bermoqchiman. Insonlarning o'sishi uchun, ong darajasini kengayishi uchun kerak deb men o'zimni shunga tayyorladim va shunday deb qabul qildim. Siz uchun kerak, men uchun kerak. Demak, biz o'sishimiz uchun bir-birimizga kerakmiz. Sinilnikov ham aytgan, u ham mening ustozim. Insonlar bir-biri uchun qachon bir-biriga yaqin, ruhlar bir-biriga kerak bo'lganligi uchun har doim birga. Oladiganini oladi, beradiganini beradi. Mana shu olish-berish protsessi tamom bo'lgandan keyin u ruh o'z yo'li bilan, bu ruh o'z yo'li bilan ketadi. Demak, sizlar hozir mening savol-javob chatimda bor ekansiz. Sizning ruhlaringiz bilan mening ruhim bir to'lqinda. Demak, o'sishimiz sizning rivojingiz uchun men kerakman, mening rivojim uchun sizlar keraksizlar. Biz bitta to'lqindamiz. Bir-birimizni to'ldirib, bu hayotda bir pog'onadan ikkinchi pog'onaga o'tamiz. Birgalikda o'tamiz. Qo'l ushlashib. Bizning rivojimiz uchun bu kerak. Biz hozir bizda agar rostini aytsam, O'zbekiston xafa bo'lmanglar. O'zbekiston boshqa mamlakatlarga, ayniqsa Yevropa, Izrail, umuman boshqa mamlakatlarga nisbatan psixologiyada ong darajasining rivojida, shaxsiy ruhiy rivojida 10 yilga orqada qolib ketdi. Bizni moddiylik, nimaga menda mashina yo'q, unda bor. Nima uchun? Qarang, bizdagi nima fikr? Uni olgan sarfasi, buni olgan kiyimi, buni olgan yegan ovqati, mana shu hammasi qanaqadir bir narsaga ilinmaydigan narsalar biz uchun katta-yu, o'zimizning shaxsiy ruhiy rivojimiz bizni qiziqtirmaydi. E'tibor berganmisizlar? Qayoqdagi narsalarni o'zimiz o'ylab topib olamiz va shu to'g'ri deb o'ylaymiz. 10 ta tog'ora, 20 ta u to'yxonada 500 ta odam o'yidi buydi. Bular bilan men ishim yo'q. Aslida ruhiy rivojga bularning bir tiyinli foydasi yo'q. Biz bu dunyoga keldikmi? Bizning qiladigan ishimiz mana shu o'zimizning tanamizni tozalash, mana shu tanadagi sog'lomsizlik bormi yoki nosog'lom vaziyat bo'lyaptimi mening tanamda? Demak, Allohim menga bir marta xayolimga berdi, o'zgardi, eshitmadim. Ikkinchi marta urdi. Davay taqillatdi, eshitmadi. Uchinchi marta menga sog'lomsizlik berdi. Oyog'im og'ridi, belim og'ridi, qo'lim og'ridi, jigarim, oshqozonim, yuragim, bir joylarim og'ridi. Bularning hammasi hay bandasi o'zgargan. O'z ustingga ishlagin deb berilgan signal. Va bu signalni biz qabul qilganimizdan keyin Allohga minnatdorchilik bildirgan holda biz mana shu chiroyli tepkini olib, o'z ustimizda ishlab, bir qadam tepaga darajada sakrab o'tamiz. Va hayotimizni boshqa o'rinda yashashni boshlaymiz. Hozir siz ko'rib turgan dunyodagi eng qimmatli narsalaringiz ertaga siz uchun qimmatli bo'lmay qoladi. Siz uchun kerak bo'lgan narsa boshqa narsaga aylanadi. Siz hayotni o'zingizning ko'zingiz bilan emas, Allohning nazari bilan qarashga o'tasiz.
Mana qarang, hozir 20 yoshda boshqa qimmatlar bor, boshqa qadriyatlar bor, boshqa muhim narsalaringiz bor. 30 ga kelganda o'sha 20 yoshdagi bo'lgan muhim narsalaringiz sizga kerak emas. Boshqa muhim, siz uchun qadrli narsalar paydo bo'ladi. Endi 70 ga kelgan paytingizda o'sha paytdagi qadrli narsalar, qimmatli narsalar siz uchun ham qimmatlimi? Yo'q. Sizga umuman boshqa narsa. Sizning o'zingizning qalb tinchligingiz, sog'lig'ingiz kerak bo'ladi. Ularning esa umuman qizig'i bo'lmay qoladi. Hamma narsani Allohning nazarida qarab, o'zingizga sevgi berishni va oldingizdagi insonlarni boricha qabul qilishni boshlaysiz. Daryo ustoz, mana shu doskani tepasiga kattaroq qilib yozib qo'ya olasizmi? 99 469 26 69. Hozir yozaman. 99 469 26 69. Mana. Bu adminning telefon nomeri. Agar mana shu translyatsiyani ko'rayotgan bo'lsangiz, bu ham qanaqadir belgi, bizga yozing, telefon qiling, iloji boricha yordam beramiz. Yana aytmoqchi bo'lgan narsam, NLP texnikalari orasida sizlar nimani o'rganasizlar? Fobiyalarga qarshi fobiyalaringiz bor bo'lsa, qo'rquvlaringiz bor bo'lsa, juda kuchli texnika. Fobiyalarga qarshi fobiyalarni yechish uchun texnikalar o'rgataman. Qo'rquvlarni olib tashlash texnikasini o'rgataman. O'zingizga sevgi berish yo'li texnikalarini o'rgataman. O'zingizni himoya qilish texnikalari bor, uni o'rgataman. Va o'zingizning uyingizni toza saqlash uchun o'zingizning tartibda bo'lish, rejalar tuzish, maqsadlar asosida niyatingizga yarasha Xudo beradi degandek maqsadlar qo'yish va bu maqsadlar qo'yganda ikkita texnika bor. Hissiyar va outcome texnikalari. Maqsadlar qo'yib, hayotingizda orzu qilgan o'zingizning ideal obrazingizni o'zingiz qayta tuzish va unga yetish yo'llarini o'rgataman. Va undan keyin Walt Disney kompaniyasini bilasizlar. Walt Disney texnikamiz bor bizning. Xuddi shu Walt Disney shu texnikadan foydalanib mana shunday katta yutuqlarga erishib ketdi. Uning mana shu texnikani ham mana shu 3 kun ichida sizlar o'rganasizlar. Qaysi yo'ldan borsang siz uchun to'g'ri, qaysi yo'ldan borish siz uchun kerak emas. Ya'ni Walt Disney texnikalari bo'yicha outcome, smart texnikalari, Walt Disney texnikalari, fobiyalar bilan ishlash texnikalari, sog'lomsizlik bo'lsa sog'lomsizlikdan qutulish, ong ostidagi sizning muammoingiz bor ong ostida. U bilan qanday gaplashishni bilmaysiz. 6 qadam reframingi bor. Ya'ni sizning mana shu bo'layotgan vaziyatdagi vaziyatni boshqa ma'noda ko'rish, boshqa ko'z bilan ko'rish texnikalarini o'rgataman. Bu juda kuchli texnikalar. Bu texnikalar aslida aytganda men o'zim $2000 ga olgan texnikalar. Rostdan juda kuchli. Bu o'shaning uchun darsimiz juda chuqur bo'ladi va bu kursda biz sizlarni 100% ko'rib turishim kerak va birga bajaramiz texnikani. Men sizlarga qadamlarni o'rgataman va qadamlar bo'yicha sizga bittasi bilan ishlab ko'ramiz. O'zingizlar yana uyga beraman, uyda ham ishlaysizlar va ong ostiga muhrlaguncha ishlaysizlar. Texnikalarni qadamlari qoladi, darslar videosi qoladi va siz qayta buni bajarasiz. Agarda ishlolmay, tushunmay qolsangiz, darsdan keyin tushuntirishim ham mumkin. Darslar juda kuchli. Bu psixologiya emas mening darslarim. Mana shunday bo'lsa shunday bo'ladi deb, keyin nima uchun desa bilmayman deb o'tirmayman. Chunki yurish yo'llari, borish yo'lining mana NLPda nima? NLPda unga borish qadamlari. Mana shu qadamlarni bosib o'tamiz birga. Misol uchun pullarga ochilasiz deydi. Mana shunday qil deydi, pul ochish. Yo'q, bizda qanday qilib ochilish kerak? Buning uchun birinchi qadamda nima qilasiz? Ikkinchi qadamda nima qilasiz? Uchinchi qadamda nima qilasiz? To'rtinchi qadamda nima qilasiz? Qachon erishasiz? Agar qadamma-qadam shuni
rost ekanligini bajarsangiz sizda natija bo'ladi. Agar bajarishni xohlamasangiz, unda kursga yozilmang, chunki bajarmasangiz ishlamaydi. Bu nima degani? Magazinga borib siz ko'ylak olmoqchisiz, lekin borib yurgingiz kelmayapti. Bozorga borib mana shu ko'ylakni olmoqchisiz. Pulingiz bor. Buning uchun siz nima qilishingiz kerak? Uydan chiqishingiz kerak. Avtobusga yoki Yandex taksiga yoki mashinangizga o'tirib yurishingiz kerak. Unga qadam qo'yib borishingiz kerak. Qadamma-qadam borib, o'sha ko'ylakka olish uchun o'sha joyga borib, kiyib ko'rib yoqsa keyin olasiz. Kiyib ko'rasiz, yoqadi, qaytib kelasiz va shu ko'ylakni kiyishni boshlaysiz. Ko'ylak siz bilan qoldi doim. Uni birov olib qo'ymaydi. Texnika ham shunaqa. Siz bilan butun umr qoladi. Sizning hayotingizni o'zgartirish uchun xizmat qiladi. Ana shunday. Yana bu shunaqa narsa. Mana shu o'zgartirishlar sizning ong osti darajangizda. Ongda bo'lmaydi bu narsa. Ong ostida bo'ladi. Mana bu joyda bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsanglar, 3 kunda munosabatlarni o'zgartiraman kursi ham ong ostida edi. Mana bu bugungi temamiz ham mana bu muvaffaqiyatlar kaliti ham sizning ong ostingizdagi muammolarni yechish bilan shug'ullanish. Faqat ong ostini o'zgartiramiz, ong ostida yangi neyrosetlar yaratamiz, hayotimizni o'zgartiramiz. Ong ostida biz o'zgartirsak, ildiz, ya'ni yangi urug' eksak, u albatta gul ko'chat ekasizmi, olma ko'chat ekasizmi, nima eksangiz shuni hosilini siz ko'rasiz. Boshqa odam emas. Agar muvaffaqiyat kaliti kursiga yozilmoqchi bo'lsangiz, mana shu doskada yozilgan 99 469 26 69 nomeriga qo'ng'iroq qiling yoki Telegramda yozing, biz yordam beramiz. Bu yerda yana savollar bor. Birinchi o'rinda hozir Telegramda yozilgan Nodira opadan savol tushdi. Assalomu alaykum, Zara opa, meni savolim bor edi. Birinchi savolim, menda ikkita turmush ko'rdim. Ikkalasi ham usta. Hozir ikkinchi turmush o'rtog'im bilan yashayman. Men turmush o'rtog'imni ustachilik emas, boshqa ish qilib ko'p pul topishini xohlayman. Nima qilsam bo'ladi? Siz hozir o'zgar ong ostingizdagi bu ustachilik qarang. Sizda ong ostingizda podobnini tortadi deydi. Mana shu muammo sizning ong ostingizda, sizning ichki dunyoyingizda bor. Siz o'zingizga mos o'sha insonni tortib olgansiz. E'tiborni keyin siz tashqi muhitga qaratyapsiz. Usta bo'lmasin, u boshqacha bo'lsin degan fikr bor sizda. Usta ham yaxshi kasb. U insonni tanlovi shu bo'lsa, u uni o'zi hal qiladi. U misol uchun ko'pincha turmush o'rtog'im mamnaqa deydi. Men aytaman, boylab qo'ygan molinglar emas, itinglar emas, uning tanlovi, uning xohishi, u o'sha yo'lni u tanladi. U o'zgarishi, o'zgarmasligi, u o'ziga bog'liq. Siz turmush o'rtog'ining ko'p pul topishi sizga kerak, to'g'rimi? Demak, uni baraka yo'lini siz ochishingiz kerak. Bo'ldi. Ustalar ham juda katta pul topadi. Mana men sizlarga aytaman, usta ishlatdik biz ham. Uy qurdik, oldingilar. Tomini yopdik. Ustalar mana shu Qo'qondan kelgan ustalar, hozir ko'p ustalar e'tibor bersanglar Rossiyaga ketadi, Qozog'istonga ketadi, borib ishlab kelishyapti. O'sha Qo'qonda qatdandir, Qo'qonning qatidagi gapmi bilmayman, bir joydan kelgan ustalar kamida hammasi $1000, $1,500 oylik pul olib ketishdi bizning uyda. Hozir balki ular meni mana saytda turgandir, balki savol javoblarni eshitib turgandir. $1000, $1,500, даже 20 kunda o'sha $1000 topib o'tirishdi. 20 kunga yetar yetmas ish g'ishini hisoblashadi, sementini kubami nima deb hisoblaydi, vagonometrmi, kubometrmi, o'shanda hisoblashadi, puli bir dunyo bo'lib ketadi. Men pulimdan qizg'anganim yo'q, lekin usta juda katta pul topar ekan. Oddiy mana ichki remontlarni qiladigan ustalar ham, ular ham ishni
ertalab uyimizda yotib ishlashadi ustalar. Soat nechida? Soat 6dan boshlashadi ishni. 6:30dan boshlashadi. Zavtra 7ga beradigan bo'lsak, aniq soatlari bor. Kechga payt biz charchab yotib qolamiz 9:10da. Ular 12gacha, 10gacha, 11gacha ishlashadi. Ishlab 15 kunda mana shu obyektni bitirishadi, pulini olishadi, ketishadi. Ustalarda katta pul bor. Faqat siz ustaga motivatsiya berishingiz kerak. Qarang, nima uchun erkak sizga pul bermaydi? Mana biz ayollar yerdan energiya tortib olamiz. Bizda erkaklar osmondan, ilohiylikdan energiya beradi. Ular osmon Allohga bog'liq ular, Allohdan bog'langan. Ular tepadan. Ularda moddiylik yo'q. Ularda moddiylik yo'q. Biz qancha yerdan ularga energiya bersak, biz energiya ayollar, erkaklarga energiya beramiz. Ularni motivatsiya qilib, ularni ishlarga ochamiz. Ular bizga mana shu bizni orzu qilgan narsalarimizni pulga sotib olib berishadi. Pulga sotib. Mashinalar, uylar, nima xohlaysiz? Shuni erkak olib beradi sizga. Sizdan balans qonuni, siz yerdan energiya tortib erkakka berasiz. Allohning ilohiylikdan sizning bergan energiyangizni olib erkak sizga moddiylikka aylantirib beradi. Moddiy narsalarga aylantirib beradi. Balans qonuni. Siz erkakka qancha ko'p moddiy mana shu energiya bera olsangiz, u insonning boshqa insonlarga o'xshamaganligini, o'z bilan juda ham baxtli ekanligingizni, unga motivatsiya bera olsangiz, u motivatsiyangizga yarasha sizga shu pulni beradi u. Qancha pul kerak sizga? Yozing va shuncha energiya bering shu erkakka. Uni maqtang. Uning noyob xislatlarini, qobiliyatlarini topib o'ziga ko'rsating. Sevgi bering o'sha erkakka. Alloh juft-jufti bilan bekorga yaratmagan. Siz u erkakka qancha kuch, energiya bersangiz, u boshqa tomondan boshqa xotinlarga qaramaydi. Borini topib sizga beradi va sizni mana shu joyda bergan energiyangizga yarasha mashinami, uymi, yaxshi telefonmi, kiyimmi, nima xohlaysiz? Hammasini namoyon qiladi. Sevgi bering faqat. Shartsiz sevgi bering. Yana shartda mana shuncha qilsam shu qilib beradi desangiz ishlamaydi. Bu muvaffaqiyat kaliti kursimizga yozilgan. Bo'ldi. Xudo xohlasa o'sha kursda ham baribir texnikalar o'rganayotgan paytda bitta mana shu muammoni misol qilib ishlaymiz. O'shanda ham yana bu savolga qaytamiz. Bo'ldi. O'sha paytda bitta eslatib qo'yasiz. Men aynan sizni shu muammongiz bilan ishlaymiz. Chunki biz aytib darsda e'tibor bersanglar, meni kurslarimda o'qiganlar hammasi neyroset yaratish bilan shug'ullanishadi. Yangi neyrosetni transfer tushib yaratadi, hayotini o'zgartiradi. Chunki ong ostiga tushish bitta yo'li bor, boshqa yo'li yo'q. Siz ishongan narsalar sizni hayotingizga kirib keladi. Siz ishonishingiz uchun ong ostiga ildiz yaratishingiz kerak. Ildiz yaratish uchun ong ostiga tushish kerak. Ong ostiga tushish uchun aqlni qaraq qilish kerak. Aqlli aqllar sizni ichkariga kirishga yo'l bermaydi. U esingdami? O'sha paytda puling yo'q edi. Senga endi qilib berarmidi deydi. Bor yo'q qol deydi, sizni otib yuboradi. Aqlni to'xtatib transga tushganingizda siz pastga tushasiz va ong ostiga yangi mo'jizalar yaratishni boshlaysiz. Hayotingiz mo'jizalarga ochiladi. Endi bu shunaqa narsa. Уже mana shu efirimizda 1 soat bo'pti. Hozir tugatish vaqtimiz kelib qoldi. Faqat mana o'tiblar aytmoqchiman. Mana Nilufar Ashmetova YouTube'da yozibdilar. Assalomu alaykum Zariya opa, dars juda zo'r, ma'lumotlar juda qiziq deb. Darsga kelsangiz bundan katta ma'lumotlar, bundan ko'p hayotingizni tubdan o'zgartiradigan amaliyotlar beraman. Bizda aynan qanday qilib degan savolga javob beraman. YouTube'da ham Telegramda ham savollar qolib ketdi. Lekin biz efirimizni faqat 1 soatgina
olib boramiz. Shuning uchun yozinglar, bizlar bilan bog'laninglar, o'z savolinglarga javob olinglar. Keyingi efirlarda uchrashguncha. Hammalarni yaxshi ko'raman. Sizlar bilan bir to'lqinda bo'lganimdan juda xursandman. Birgalikda yangi pog'onalarga sakrab o'tamiz. Rahmat ustozim. Xayr, sog' bo'linglar.